ustalarni hafsalanisini pir qiladigan narsa nima bo'ladi bilasizlarmi? Hop, klientga telefon qilishadi-yu, narx-navoni so'rashadi. Qachon tusha olasiz, qachon boshla olasiz deydi. Kunlarini gaplashishadi. Bo'ldi, meni joyim bor edi. Kelib ko'rib tepasida bitta gaplashamizmi deb aytishadi. Hop, borasiz. Siz o'sha odamga, o'sha joyiga o'z tajribangizdan kelib chiqib, hamma narsani tushuntirib, etib, hamma narx-navolarni gaplashasiz, kunlarini gaplashasiz-da. Bo'ldi, men bitta o'ylab ko'ray deb javobini aytib o'raman deyshadi. Bo'ldi, hop deb ketasiz. Ketganingizdan keyin u odam boshqa arzonroqda gaplashadi-da. Bo'ldi, sizdan o'sha olgan maslahatlarini urug' bo'ldi-da unga. Bo'ldi, o'sha bo'yicha boshqa ustani chaqirib, xuddi biladigandek, menga mana bunaqa qilib berasan, bunaqa ish qilib berishing kerak deb boshqa ustani gaplashib, "Okey, to'g'ri kelmadi" deb sizga atvet berib yorishadi. Inson bu ustani ham olgan vaqtingiz, o'sha ustani vaqtini olganingizga ham hali javobi bor. Raz misol telefonni o'zida gaplashganingizda o'sha kuni, summasi, hammasi ma'qul bo'ldimi, keyin chaqiring. Unaqa chaqirib olib, oldin u odamdan o'sha informatsiya olib, keyin "Yo, uzr, to'g'ri kelmadi" deb yorish, bu hech qaysi anaqada ham to'g'ri kelmaydi. Hammamizning kasb korimizga Alloh